Rahmat do'stim. Qozonimiz go'sht ko'rmaganiga ancha bo'lganda zo'r sho'rva bo'libdi. Ser suyak. Mazza qildim, rahmat. Siqilma do'stim. O'zi bu daraja sinishingning sababi nima? Mendan oldin singan boy aytdiki, boyni sinishiga birinchi qo'ygan qadam uni kechqurun soat 10 dan keyin ko'chada yurgani bo'ladi dedi do'stim. Meni ham sindirgan narsa shu bo'lar ekan, chunki soat 10 bo'ldimi? Ota-onam uyda intizor kutib, ko'zida uyqusi bilan bolam qachon kelarkin, nimaga kelmayapti deganda uxla olmay turganida ularga xiyonat qilgan bo'lar ekanman. Ayolim dadasi tinchmikin deb telefon qilsa telefonini olmay do'stlarim bilan meshatda o'tirganimda ayolimni haqqiga qilgan xiyonatim bo'lar ekan. Bolam esa sog'inib dadam kelmayapti deb men bergan o'yinchoqni quchoqlab meni kutib uxlaganida bu bolamni haqqiga xiyonat bo'lar ekan. Ishlarim yurib ketishidan oldin, o'rnimni topishimdan oldin, mashhur bo'lishdan oldin uyimda kelib yegan bir-birda nonim, dasturxonimda choy ichganimdan keyingi qilgan duoyimni ijobatiga unib o'sayotganimni o'zim bilmas ekanman. Dasturxonimga kelmay qo'yganim uchun bu dasturxonimga xiyonat bo'lar ekan. Shuning uchun mendan oldin sinib ketgan, mendan ham zo'r boya aytdi buni do'stim. Erkakni sinishga qo'ygan birinchi qadami soat 10 dan keyin ko'chada yurgani bo'lar ekan. Agar o'shanda shu xatolarni qilmaganimda, o'sha boyligim, o'sha mashhurligim, o'sha mansabim o'zimda bo'lib zo'r bo'larmidi. Mayli. Senday do'stim yonimda bor. Hech bo'lmasa ichimdagilarni aytib bo'shab olyapman-ki. Boringga shukr.